Bu yoqda esa Pediakit firmasidan ayiqchalar, gammilar, mana hozir nalichi bor bundan ham. Bu vitamin C bilasizlar, bolalarning immunitetini ko'tarishga juda ham yaxshi yordam beradi. Hozir gripp, shamollash vaqtida va ishtahalarni ochishga ham yaxshi yordam beradi. Ko'pchilik tabletkalilarni bera olmaydi bolalarga. Mana shunaqa ayiqchalar bersangiz, bolalar mazza qilib yeb olishadi. Hech nima yemaydigan bolalar ham yaxshi ko'rib yeydi. Bu yoqda multivitamini kelgan. Multivitaminining ichida 22 xil vitamin va 14 xil minerallar bo'ladi. Juda ham mana boy vitaminlarga bemalol bersangiz bo'ladi bolalarga. Ekstraktlari ham bor mana tarkibida. Juda ham yaxshi. Bu ham immunitetga bor bu yerda. Immunitetni ko'tarib beradi. Bu yerda esa probiotiklar bor. Ichak faoliyatini, mikrofloralarni yaxshi qilish uchun probiotiklar bor shunaqa ayiqcha ko'rinishida.